قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 24-darsni o'qiymiz. Bugungi darsimizda son haqida tafsiliy to'xtalamiz. Biz darsni boshlashdan ilgari sonning qoidalari haqida qisqacha bir to'xtalib o'taylik. Ahvalul adad, sonning ahvollari. Biz ilgirki darslardan boshlab so'zlab kelayotgandek vahid va ifnan 1 2 degan bu ikki son al-adadan bu ikki son sanalg'uchiga mos holatda keladi. Ya'ni 1 2 deb sanamoqchi bo'lgan vaqtimizda arab tilida sanalg'uchi erlik bo'lsa sonmu erlik, sanalg'uchi ayollik bo'lsa sonmu ayollik holatda mos holatda keladi. Ikkinchidan 3 dan tortib 10 ga qadar sonlar sanalg'uchiga aksicha holatda bo'ladi deydi. Aksicha. Ya'ni sanalg'uchi erlik bo'lsa son ayollik, sanalg'uchi ayollik bo'lsa son erlik holatda keladi deydi. Endi üçüncüden 11-12 da al-adadan bu ikki son al-juz'an ikkili parchasi. Al-juz'an degan ikkili parchasi sanalg'uchiga mos holatda keladi. Ya'ni sanamoqchi bo'lgan narsa erlik bo'lsa, bu ikkili parchasi erlik, sanamoqchi bo'lgan narsa ayollik bo'lsa, ikkili parchasi ayollik holatda keladi. 11 va 12 mush ikkisida va undan boshqa 21 22 31 32 dan tortib 90 qadar bo'lgan. 91 92 mushunga o'xshash ma'noda. Mushu sonlarning hammasida mush qoida bo'yicha ma'noda. 1 2 11 12 21 22 31 32 91 92 hammasida ya'ni ikkili parchasi sanalg'uchiga mos holatda erlikka erlik, ayollikka ayollik bo'yicha keladi. Endi 13 dan tortib 19 qadar sonlar al-juz'ul avval birinci parçası sanalg'uchiga aksicha. Sanalg'uchiga aksicha. İkinci parçası sanalg'uchiga mos holatda keladi. Ya'ni 3 dan tortib 19 qadar 13 dan tortib 19 qadar. Ya'ni 13 dagi 3 birlar xonasi birinci parçası. 10 degan shu ashara degan so'z ikkinchi parchasi. Ya'ni 3 degan shu birinchi parchasi sanalg'uchiga qarama-qarshi holatda. Sanalg'uchi erlik bo'lsa, birinchi parchasi ayollik, sanalg'uchi ayollik bo'lsa, birinchi parchasi erlik holatda qarama-qarshi keladi. Masalan, 13 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak, o'g'il o'quvchi sanamoqchi bo'lgan narsa erlik. Unda bo'lsa, birinchi parchasi ayollik keladi. Masalan, 13 deb shunday keladi. Bu 13 dan tortib 19 qadar, 23 dan tortib 29 qadar, 33 dan tortib 39 qadar, 93 dan tortib 99 qadar shunday ma'noda. Bu hammasi shunday ma'noda, 99 qadar. Masalan, 45 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, sanamoqchi bo'lgan narsa ayollik. 45 dagi 5 degan shu birinchi parchasi, ya'ni birlar xonasi ayollik bo'lgan ekan, sanamoqchi bo'lgan narsa bu erlik keladi. Masalan, erlik holati qaysi? Ta'siz. Masalan, 5 deganning ta'sizi qaysi? Khamsa. Khamsun va 40 talibatan. Talibatan khamsun. Ta'siz erlik holatda keldi. Bu shunga o'xshash. Endi biz 99 qadar ahvolni tushunib bo'ldik. Sanalg'uchining ahvollari-chi desa, sanalg'uchi qanday ko'plik kelamdi, birlikmi, zirlikmi desa, 3 dan tortib 10 qadar ko'plik zir holatda keladi. Masalan, salasatu tullabin ko'plik zir. Salasu talibatin erlik bo'lsin, ayollik bo'lsin, ko'plik zir holatda keladi. 11 dan tortib 99 qadar zivar yolg'iz mufrat birlik holatda keladi. Masalan, 45 taliban. Taliban qanday keldi? Birlik holatda. Bu shunday keladi. 100 dan 100 ming degan 100, masalan 100 ming hozir o'rganamiz tuanda. Bu 100 dan va mingdan keyin birlik zir holatda keladi. Masalan 100 o'quvchi 100 talibin, 1000 talibin. Birlik zir holatda.
Mana bu sanalg'uchining ahvollari. Endi biz buning qoidasini tushundik. Endi amaliy misollarga kelaylik. الدرس الرابع والعشرون 24. ders العدد san. Talibun vahidun. Bir o'quvchi. Talibun o'g'il o'quvchini ko'rsatdi. Vahidun uchun erlik holatda keldi. Bir ikkita qanday keladi? Mas holatda, sanalg'uchiga mas holatda keladi. Talibatun vahidatun. Bir qiz o'quvchi. Talibatun ayollik holatda tavlan kelgachga vahidatun deb sanmu ayollik holatda keldi. Taliban ithnani. Ikki o'g'il o'quvchi. Taliban o'g'il o'quvchi bo'lgachqa sanmu ithnan deb erlik holatda keldi. Talibatan ithnatan. Talibatan ikki qiz o'quvchi. Talibatan qiz bo'lgachqa ithnatan deb sanmucho ayollik holatda keldi. Demak, 1 2 da mas holatda sanalg'uchiga jinsda san mas holatda keladi. 3dan tatib 10 qadar qarab boqaylik. Sanalg'uchi erlik bo'lsa, tullabin o'g'il o'quvchi bo'lsa, san ayollik. Sanalg'uchi ayollik bo'lsa, sancho erlik. Aks keladi. Thalathatu tullabin, thalathu talibatin. Mana arba'atu tullabin. Tullabin o'g'il o'quvchi, san tavilan ayollik keldi. Arba'u talibatin, 4 qiz o'quvchi. Talibatin qiz ayollik bo'lgachqa arba'u ta'siz erlik holatga keldi. Khamsatu tullabin, khamsu talibatin. Sittatu tullabin, sittu talibatin. Hammasi biz ilgari o'rganib bo'lgan. Ya'ni sanalg'uchi erlik bo'lganlarida tullabin deb sanlarning hammasi tavilan qanday keldi? Ayollik bo'yicha keldi. Sanalg'uchi ayollik bo'lgan vaqtda sanlarning hammasi ta'siz, ya'ni erlik holatga qanday qildi? Keldi. Endi 10 11 12 da 11 12 da biz buni eskartgan, ha? 11 12 12 da bu yerda 2 dani san bor. 11 taliban. 11 o'g'il o'quvchi dedik. San 11 2 dana parchadan tarif topgan. Birlar xonasi, o'nlar xonasi. Bu 11 12 da sanalg'uchi erlik bo'lsa, sanning ikkili parchasi erlik. Sanalg'uchi ayollik bo'lsa, sanning ikkili parchasi qanday keladi? Ayollik. Demak, mas holatga keladi. Masalan, 12 o'g'il o'quvchi 12 taliban. Sanamoqchi bo'lganda o'g'il bo'lgachqa sanning ikkili parchasi erlik holatda. 12 talibatan. 12 qiz o'quvchi. Sanamoqchi bo'lganda qiz ayollik bo'lgachqa sanning ikkili parchasi qanday keldi? Ayollik bo'yicha keldi. 11 12 edi bunda. Endi 13 dan tortib 20 qadar qanday bo'ladi deganda 13 taliban. Qarang. X'chi birlar xonasi X keladi. 13 o'g'il o'quvchi dedik. Sanamoqchi bo'lgan narsa o'g'il erlik bo'lgachqa sanning birlar xonasi ayollik X keladi. O'g'illar xonasi mas holatda o'xshash keladi. 14 o'g'il o'quvchi erlik bo'lgachqa sanning birlar xonasi ayollik keldi. 13 qiz o'quvchi. Biz sanamoqchi bo'lgan narsa qiz, ya'ni ayollik bo'lgachqa sanning birlar xonasi qanday keldi? Erlik keldi, X'cha. Ammo sanning o'g'illar xonasi mas holatda keldi. 14 qiz o'quvchi, 14 talibatan. 14 qiz o'quvchi. Sanamoqchi bo'lgan narsa qiz, ya'ni ayollik bo'lgachqa sanning birlar xonasi qarama-qarshi keldi. O'nlar xonasi mas holatda keldi deymiz. 15 taliban. 15 o'g'il o'quvchi, ya'ni sanamoqchi bo'lgan narsa erlik bo'lgachqa sanninki birlar xonasi qanday keldi? Ayollik X keldi. O'nlar xonasi O'nlar xonasi mas holatda erlik bo'yicha keldi deymiz. 15 talibatan. 15 qiz o'quvchi. Bu yerda sanamoqchi bo'lgan narsa ayollik qiz bo'lgachqa sanning birlar xonasi X'cha, o'nlar xonasi mas holatda keladi. Bu yerda 16 taliban. 16 o'quvchi. Sanamoqchi bo'lgan narsa o'g'il o'quvchi, ya'ni erlik bo'lgachqa sanning birlar xonasi ayollik, o'nlar xonasi erlik mas holatda keladi deymiz. 16 talibatan. 16 qiz o'quvchi. Sanamoqchi bo'lgan narsa ayollik bo'lgachqa 16 degandan keyin 6 degan birlar xonasi X'cha, o'nlar xonasi mas holatda keladi deymiz. Bu bir qoida. Va bu nima shunda bo'ladi? 17 da shunda bo'ladi toki bu 19 qadar shunda holatda bo'ladi. Ya'ni
O'nlar xonasi mas holatda, birlar xonasi aksicha holatda. 19 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, 19 talibatan. Sanamoqchi bo'lgan narsa talibatan qiz bo'lg'achqa, birlar xonasi erlik, o'nlar xonasi mas holatda keladi deymiz. Endi 20 dan tortib 30 qadar, balki 90 qadar deb tushunsanlar bo'ladi. Buningki 1-2 ni biz chiqarib o'tamiz. 21-22, 31-32 deganda Mavlaningki hammasini chiqarib o'tamiz. Qanday chiqarib o'tamiz deganda, o 21-22, 31-32, 41-42, 51-52, 91-92 gachalik hammasiningki 1-2 da bu birlar xonasi mas holatga keladi. Sanamoqchi bo'lgan narsa erlik bo'lsa erlik. Masalan, 21 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak, 1 degan bo'lsan erlik holatga keladi. Chunki sanamoqchi bo'lgan narsa erlik. 21 taliban. 21 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, 21 talibatan. 22 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak, 22 taliban. Yani taliban o'g'il bo'lg'achqa 2 qanday keldi? Erlik keldi. 22 talibatan. 22 qiz o'quvchi sanamoqchi bo'lgan narsa ayollik bo'lg'achqa sanmi qanday keldi? Ayollik keldi. Buning o'nlar o'ttiridagi ikkinchi parchasi bu son bilan bizning bundan keyin qarimiz olmaydi. Nima ish qilganda bu erlik bo'lsin, sanamoqchi bo'lgan narsa mayli ayollik bo'lsin, bir xil holatga keladi. Buningki buning sonlarning nimasi yo'q, munosabati yo'q. Biz faqat 20 dan eshib ketgandan keyin uningki birlar xonasiga ham diqqat qilamiz. Ya'ni 90 gacha bo'lgan oraliqda 1-2 da mas holatda sanalg'uchiga mas holat keladi. 3 dan tortib 3 dan yuqori sonlarda 30 qadar, 23 dan 30 qadar, 33 dan 40 qadar, 43 dan 50 qadar, shunda 83 dan 90 qadar bo'lgan hamma sonlarda birlar xonasi sanalg'uchiga aksicha holatda. Mana 25 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, 50 erlik holatda, chunki sanalg'uchi ayollik bo'lg'achqa. Va 20 talibatan. Mushu bo'yicha bo'ladi. 27 taliban. Chunki bu yerda taliban o'g'il bo'lg'achqa saning birlar xonasi qanday keladi? Ayollik keladi. 28 taliban. 28 o'g'il o'quvchi. Taliban o'g'il o'quvchi bo'lg'achqa 8 ayollik bo'yicha tavran keldi deymiz. Endi 30, 40, 50, 60, 70 hammasida bu bir xil keladi. Mayli o'g'il o'quvchi bo'lsin, mayli qiz bo'lsin. Ya'ni biz sanamoqchi bo'lgan narsa erlik bo'lsin, ayollik bo'lsin, mau sonning tuganchilari qanday keladi? Bir xil holatda keladi. 40 taliban, 40 talibatan. 70 taliban, 70 talibatan. Xo'sh, biz unda bo'lsa 100 qadar bo'lgan sonlarni o'rganib bo'ldik. Ya'ni mushu bo'yicha sanasak bo'ladi. Masalan, 95 o'quvchi demoqchi bo'lsak, 90 degan son bir xil keladi. Buning bilan bizningki qarimiz olmaydi. 5 degan qaraymiz. Sanalg'uchi bilan. Sanalg'uchi erlik bo'lsa 5 degan sonni ayollik holatda, sanalg'uchi ayollik erlik bo'lsa sanalni 5 degan sonni ayollik holatda qilamiz. Masalan, 95 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, sanamoqchi nima? Qiz, ayollik. Unda bo'lsa 95 ning 5 ni erlik keltiramiz. Nima deb? 95 talibatan. Mana shunga o'xshash. 99 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, sanamoqchi bo'lgan narsa o'g'il bo'lgan ekan, 99 ning 9 qaraymiz. 9 qanday keladi? Aksicha keladi. Ya'ni ayollik keladi. Nima deb? 9 tavran keladi. 99 taliban. Sanalg'uchi birlik yolg'iz holatda keladi. Demak, biz 99 qadar sanashni o'rganib bo'ldik. Endi 100 keldik. 100 nima deymiz? Mi'atun deymiz. Mi'atun. Endi 100 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, mi'atu talibin deymiz. Mi'atu talibin. 100 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, mi'atu talibatin. O'xshash. O'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, mi'atu bir xil holatda keladi. 100 o'g'il o'quvchi, mi'atu talibin. 100 qiz o'quvchi, mi'atu talibatin. Birlik zir holatda o'qiladi. 100 va 1000 dan keyin. Endi 101 o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, bu nihoyat oson. 100 degan nima degan biz? Mi'atu talibin. 100 shundaqo. Bir o'quvchi nima deymiz? Talibun. Talibun degan so'zni o'zi bir deganini bildiradi. Shundaqo. Unda bo'lsa mi'atu talibin va talibun. Ya'ni 101 o'quvchi degan gap. 102 o'quvchi degan nima deymiz? 100 degan nima degan? Mi'atu talibin shundaqo. 2 degan necha? Taliban. Ya'ni mi'atu talibin va taliban. 101 qiz o'quvchi degan necha bo'lsa, mi'atu talibatin shundaqo. Endi 101 degan necha? Talibatun. Masalan, mi'atu talibatin va talibun. 101 o'quvchi. 102 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi,
100 qiz o'quvchi degan deymiz mi'atu talibatin. 2 degan necha? Talibatan. Unda bo'lsa mi'atu talibatin va talibatan. 100 2 o'quvchi degan bo'ladi, ha? Mi'atu talibatin va talibatan. Endi bundan keyingi savol nihoyat oson. Ya'ni 103 o'quvchi demoqchi bo'lsak bo'lsa, eng avval 100 ni deymiz. 100 degan nima degan? Mi'a. 3 o'quvchi degan necha? O'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak, son qanday keladi? Ayollik. Ya'ni 103 o'quvchi demoqchi bo'lsak, 100 ni deymiz. Mi'a bo'ldi, undan keyin 3 o'quvchi. Salasatu tullabin. Ya'ni mi'atu va salasatu tullabin. 103 o'quvchi qaranglar. Mi'atun va salasatu tullabin. 104 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, 100 ni deymiz, undan keyin 4 o'quvchini deymiz. Mi'atun va arba'atu tullabin. Biz shu 1-2 deb o'rgangandan keyin kelib qo'ysak bo'ladi 100 dan qaranglar. 105 o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, mi'atun va khamsatu tullabin. Qizning holati shunga o'xshash. Masalan, 105 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, eng avval 100 ni deymiz. Mi'atun 100 shundaqa. Unda bo'lsa 5 o'quvchi deganda qo'shsak bo'ladi. Mi'atun va khamsu talibatin. Qaranglar, va khamsu talibatin. Bu yerda shu 5 degan qoidaga diqqat qilamiz. Ya'ni sanalg'uch ayollik bo'lsa, san ayollik keladi, sanalg'uch ayollik bo'lsa, san ayollik keladi. Ya'ni 105 o'quvchi, 106 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, avvalan 100 ni deymiz. Mi'atun 100 va sittatu talibatin 6. Ya'ni 106 qiz o'quvchi. Mi'atun va sab'atu tullabin 107 o'quvchi. Mi'atun va thamaniyatu tullabin 108 o'quvchi. Mi'atun va tis'atu tullabin 109 o'quvchi. Mi'atun va asharatu tullabin 110 o'quvchi. 111 degan necha bo'lsa, 100 ni deymiz, undan keyin 11 ni kelib qo'yamiz. Qarang. Mi'atun va ahada ashara taliban. O'quvchi sanamoqchi bo'lgan narsa 50 bo'lg'achqa, san ikkili xonasi qanday keldi? 50 keldi. Biz yuqorgi qoidaga diqqat qilamiz yana. 111 ya'ni 111 o'quvchi demoqchi bo'lsak, avvalan mi'atun va ahada ashara taliban. 112 demoqchi bo'lsak-chi, mi'atun ithna ashara taliban. 113 o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, mi'atun nima deymiz? Endi keyin 13 deganda kelsak bo'ladi. 13 degan nima deydik? Salasatu ashara taliban. Mi'atun va salasatu ashara taliban. 115 o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, oldin 100 ni deymiz. Mi'atun endi 15 deganda kelsak bo'ladi. Mi'atun va khamsatu ashara taliban. 135 125 hamma shunga o'xshash. Avvalan 100 ni kelamiz, undan keyin 35, 25 degan biz o'rgan sonlarni keyin kelsak bo'ladi. Buni qo'shaplam. Masalan, 125 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak, mi'atun va khamsatu va ashruna taliban. 140 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, mi'atun va arba'una talibatan. 150 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, mi'atun va khamsuna talibatan. Endi 155 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, mi'atun va khamsuna talibatan. Chunki 50 deb bu yerda 50 holati keladi. Mana shunga o'xshab buni aytadi. Anaqa buni tushundinglar deb o'ylayman. Ya'ni 100 ni kelamiz, undan keyin biz sanamoqchi bo'lgan narsani kelamiz. Demak, hozir biz shu bayatni 99 100 qadar sanashni o'rgangan, endi 100 ni o'rgandik, endi 100 dan keyin shu 99 qadar o'rgangan sanni 100 dan keyin akasaklan bo'ladi. 180, 190, mi'atun va thamanuna, mi'atun va tis'una, 190 bo'ladi. Mi'atun va tis'una. Endi 200 jo desa, 2 demak 100 demoqchi bo'lsa, 2 qilamiz. Mi'atan bo'ladi. Mi'atan bo'lsa 200 bo'ladi. Endi 215 demoqchi bo'lsak, biz 15 ni kelamiz keyiniga. 215 mi'atan va ahada ashara. 250 mi'atan va khamsuna. 260 demoqchi bo'lsak-chi, mi'atan va sittuna. Demak, endi mi'atanning keyiniga yuqorida biz o'rgangan sonlarni o'qib yozsak bo'ladi. Masalan, 280 demoqchi bo'lsak, mi'atan va thamanuna talibatan. Mi'atan va tis'una taliban 290. Endi 225 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, mi'atan 200 shundoq, endi 25 deganda deymiz, 25 talibatan. Demak, biz mush sonlarni 200 dan keyin qo'ysak ham bo'ladi. Masalan, 224 shundoq, 224 demoqchi bo'lsak, mi'atan va 24 talibatan. 300 deganda deymiz endi 300. Endi kelaylik 300 degan nima deymiz? 300.
400 degani şu 400, 500 degani şu 500, 600 degani 600, 700 degani 700, 800 degani 800, 900 degani 900, 1000 degani 1000 deymiz. 1000. Onda olsa 600, 700 deganning keyniga xuddi 100 ning keyniga o'xshashlam qo'yamiz. Masalan, 650 o'quvchi demoqchi bo'lsak, 50 shundago 650 taliban. 650 o'quvchi. 625 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, 600 deganning keyniga 25 ni qo'ysak bo'ladi. 625 talibatan. Demak, shu sonlarning keyniga biz o'rgangan mush sonlarni keyniga ham qo'ysak bo'ladi. Buni aytdi oddiy. Endi sizlar mingga sanashni o'rganib bo'ldinglar. Masalan, 950 demoqchi bo'lsanglar, mana 900 ni topaylik. 900 shunday. 900 ning keyniga 950 ni ekilsizlar. 950. Endi 990 demoqchi bo'lsak, 990 ni ekilamiz. 900 900 va 90. Yani 990. 990. Qancha bo'ldi? 990. 1000 ga cho'g'inib bo'ldi qanday? Masalan 999 demoqchi bo'lsak nima deymiz? Old bilan 900 deymiz. Ya'ni 900. 900 shunday-ku, endi 99 deymiz. 99 ni aytdik, 99 shunday-ku. Unda bo'lsa 999 desak 999 bo'ladi. 999. 1000. Endi 1000 demoqchi bo'lsak-chi, 1000 deymiz. Keyniga sanalg'uchi qarab, 1000 sanalg'uchi kelgan vaqtda buni taqib qo'yamiz. 1000 talibin, 1000 talibatin. Demak, o'g'il o'quvchi bo'lsin o'xshash, qiz o'quvchi bo'lsin o'xshash holatda keladi. 1000. Endi 2000 demoqchi bo'lsak-chi, 1000. 3000 demoqchi bo'lsak-chi, 3000. 3000. Ana buni 3 keyniga solana qo'ysak bo'ldi. 4000 demoqchi bo'lsak, 4000. 5000, 5000. 6000, 6000. 7000, 7000. 8000, 9000, 10000, 10000. 20 demoqchi bo'lsak, 20 ni qo'ysak bo'ladi 5ga. 20000, 20000. 30000 desak, 30 ni qo'ysak bo'ladi. 30000, 30000. 30 deganda 30 deymiz, 1000 deganda 1000 deymiz. Unda bo'lsa 30000. Endi masalan 5500 demoqchi bo'lsak, 5000. 5000 bo'ldi shunday. Endi 500 deganda aytdik, 5000 va 500. 5500. Endi 5550 demoqchi bo'lsak-chi, 5000, 500 va 50. Qaranglar, 5dan ekilamiz. 5000 va 50, 5000 va 500 va 50. 5550. Endi 5555 degandan deymiz, mushu bo'yicha qilamiz. 5555. Ya'ni 5000, 5000, 500, 500, 55. 55 ni deymiz, 55. Unda bo'lsa 5000, 500, 55. 5000, 500, 55. Erlik bo'lsa, ayollik bo'lsa 55, erlik bo'lsa 50 Demak, shu yerdami buningga diqqat qilamiz. Ayollarga diqqat qilamiz. Buning hamda sizlar sallab til o'rganib bo'lganlar shu bo'yicha ma'lum. Masalan, 10,000 demoqchi bo'lsa, 10 ni 5 ga kelamiz, undaki 1000 ga kelamiz. 10000, 20000, 20000, 40000, 40000. Bu oson. Chunki sizlar ma'noda 30, 20, 50 hamma o'rganib bo'lgan sonlar bu. 50 o'rganib bo'lgan. 1000 ni hozir o'rgandinglar. Ikkisini qo'shsanglar ham bo'ldi. 50000, 40000, 30000, 20000. Bu shunga o'xshash. Uning keyindagi shu bo'yicha ma'lum. Masalan, 30500 demoqchi bo'lsak, 30000, 30000. 500 cho 500. 30500 desa 30500 degan bo'ladi. Undan keyingi paysallarni shu bo'yicha qo'ysak bo'ladi. Masalan, 30500 30550 desam, 30000, 30000, 500, 500, 50, 50. Ya'ni 30000, 500 va 50. 30550. Unun paysini yana shu bo'yicha qo'shsak bo'ladi. 40000, 50000. Endi 100,000 demoqchi bo'lsak-chi, 5 ga 100 ni qo'shsak bo'ladi. 100000. 100000. 100000 talibin o'xshashini tilinadi bunda. 100000 bo'lsa 100,000. 200,000 demoqchi bo'lsak-chi, 1000dan ishkilaki 1000 shunday-ku. Endi buni muzab qilgan vaqtda buni nonni tashlab o'tamiz. 100000.
200 ming bo'ladi. 300 ming deganda necha? 300 deganda degan 300. 300 deganda 300 degandan keyin keniga alifni qo'ysak bo'ladi. 300 alf. Alifni qo'ysak bo'ladi. 400 degan 400 ming demoqchi bo'lsak, 400 ni akilamiz, undan keyin 1000 ni akilamiz. 400 alf. 400 ming. 500 ming demoqchi bo'lsak-chi, 500 alf. 600 ming demoqchi bo'lsak-chi, 600 ni akilamiz, undan keyin 1000 ni akilamiz. 600 alf. 700 ming demoqchi bo'lsak-chi, 700 alf. 800 ming demoqchi bo'lsak, 800 alf. 900 ming demoqchi bo'lsak, 900 alf. Mana shu bo'yicha bo'ladi. Undan keyin 1 millionni million deb ataymiz. Million. Masalan, yana mushu bo'yichami buning keyiniga pay sonlarni sanaymiz. Masalan, 400 ming 500 demoqchi bo'lsak, 400 alf va 500. 400 ming 500. 400 ming 550 demoqchi bo'lsak, 400 alf 400 ming bo'lsin-dago, endi 500 550 demoqchi bo'lsak, 50 va 50 va 50. Mushu bo'yicha yuqoridan tuanga mangamiz. Endi arab tilida sonlarni atashninki ikki xil yo'li bor. Birisi yuqoridan tuanga. Masalan, 1560 demoqchi bo'lsak, old bilan 1000 deymiz, ondan keyin 500 ni deymiz, ondan keyin 60 ni deymiz. Bu bir xil yo'li. Ikkinchi bir xil yo'li pastdan yuqoriga. Masalan, 1560 demoqchi bo'lsak, 60 500 1000. Tuandan yuqoriga. Masalan, 1560 desem 60 va 500 va alf. Qani ostidan chiqadi. Üstünden tutsak mı bulur, aslında tutsak mı bulur. Ama eg'iz tilida ko'p hollarda, hozirgi jamiyatda arablarda ustidan ostiga ishlatiladi. Ama burungi kitoblarda bu ostidan yuqoriga ishlatiladi. Masalan, qaranglar. Men qaramay turinglar sizlar. 6543. Qaranglar. 43 500 qaranglar. Men 43 40 shunda qo'yib, 500 500 olgandan keyin 6000 desak, deymiz 6000. 6000. Yuqoridan tushsakchi 6543. Sanamoqchi bo'lgan narsa, agar ayollik bo'lsa, buni erlik keltiramiz, salasini. Erlik bo'lib qolsa, ayollik bo'yicha, ya'ni aksi bo'yicha keltiramiz. Qaraydigan bo'lsak, mana 43 va 500 va 6000 riyal. Qaranglar. Mao twendin chiqdi hozir. 6543. Qaranglar. 43 ni bal dedi. 43 va 43 va 500 va 500 va 6000 6000. Buni yuqoridan tuanga desak ham bo'ladi. 6543, ya'ni 6000 va 500 va 43. Mushu bo'yicha desak ham bo'ladi. Mana bu bugungi sonlarning umumiy ahvoli shu. Bu son nihoyatda muhim. Bundan keyin bu son to'g'risida so'zlamaymiz. Biz endi sonning ahvollarini qisqacha deb o'tsak, vahid va ifnan degan bu ikki son sanalg'uchiga mos holatda keladi. 3 dan tortib 10 qadar bo'lgan sonlar sanalg'uchiga aks keladi. Ahad ashara va ifna ashara bu degan bu ikki sonninki ikkili parchasi sanalg'uchiga mos holatda keladi. 13 dan tortib 19 qadar bo'lgan sonlar birinchi parchasi sanalg'uchiga akscha ikkinchi parchasi mos holatda keladi. 20 dan tortib 21-22 da shu birlar xonasi mos holatda, 23 dan tortib 93 ning yuqorisi 100 qadar bo'lgan sonlarda birlar xonasi aks keladi. Bu nihoyat aniq. Sanalg'uchining ahvollari 3 dan tortib 10 qadar ko'plik zir holatda keladi. Masalan, salasatu tullabin deganga o'xshash. 11 dan tortib 90 qadar zivar mufrat birlik holatda keladi. Masalan, 99 taliban birlik zir holatda. 100 dan tortib 1000 hammasi mufrat zir holatda. Masalan, 100 talibin, 1000 talibin deganga o'xshash. Hatto shu ko'p sonlardami bir zir mana qaranglar. Alaf rubiyatin riyalin hammasi shu 100 ni eshib ketgan vaqtda birlik zir holatda o'qiladi. Mana bu bugungi sonlarning ahvoli mushaqacha bo'ladi. Bugun sonlarni tunishimiz mushaqacha bo'lsin. Inshaalloh kerakli darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.